Diqqat reyd. Assalomu alaykum. Siz migrantlar YouTube kanalidasiz. Aziz vatandoshlar, Rossiyada migrantlar ustidan nazorat kuchayishda davom etmoqda. Kuni kecha Moskva viloyatining Veshki qishlog'idagi omborlarning birida yirik operativ reyd o'tkazildi. Natijalar achinarli. 42 nafar hamyurtimiz va qo'shni davlat fuqarolari qo'lga olindi. Bugungi videoda ushbu voqea tafsilotlari va siz bunday vaziyatga tushib qolmasligingiz uchun nimalarga e'tibor berishingiz kerakligini gaplashamiz. Kanalga obuna bo'ling, biz boshladik. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, politsiya xodimlari Mitischi tumanidagi kiyim-kechak saqlanadigan omborni tekshirgan. Tekshiruv davomida u yerda mehnat qilayotgan va yashayotgan migrantlar aniqlangan. Eng asosiysi shundaki, ushlanganlarning deyarli barchasiga nisbatan Rossiya ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 18.8 moddasi, ya'ni Rossiya hududida bo'lish tartibini buzish bo'yicha bayonnomalar tuzilgan. Bu degani, ularning ko'pchiligi endi Rossiyadan deportatsiya qilinishi va uzoq muddatga kirish taqiqi, ya'ni zapret olishi mumkin. Xo'sh, nima uchun bunday bo'ldi? Keling, xatolardan xulosa qilaylik. Noqonuniy yashash. Videoda ko'rinib turibdiki, migrantlar ish joyining o'zida antisanitariya holatida yashab kelgan. Bu fiktivna registratsiya degani. Hujjatlar muddati. Ko'pchilik patentim bor-ku deb xotirjam yuradi, lekin registratsiya muddati o'tib ketgan yoki yashash joyi bo'yicha emasligiga e'tibor bermaydi. Ish beruvchining mas'uliyatsizligi. Sizni ishga olgan odam hujjat shart emas desa, ishonmang. Politsiya kelganda ish beruvchi jarima bilan qutulishi mumkin, lekin siz deportatsiya bo'lasiz. Azizlar, Rossiyada hozir Nelegal 2026 kabi tadbirlar tez-tez o'tkazilmoqda. Sizga maslahatimiz, hujjatingizni har doim yoningizda olib yuring. Registratsiyangiz bazada borligini tekshiring. Noqonuniy yotoqxonalardan uzoqroq bo'ling. Sizning hujjatingiz joyidami? Shu kunlarda siz yashayotgan hududda ham reydlar bo'lyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa vatandoshlar ham ogoh bo'lishsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.